Assalomu alaykum barchaga. Alive salatini mazali chiqishi uchun bitta sirini aytib o'tmoqchiman. Ko'pincha sabzavotlarni sho'rvaning ichiga solib yuboraman. Sho'rvadagi maza shu sabzavotlarga ham singib o'tadi, lekin sho'rva bo'lmagan paytda sizga alive salat kerak bo'lib qoldi. Shu holatda biz nima qilishimiz mumkin? Bu holatda sun'iy sho'rva yaratamiz, xuddi hozirgi kabi. Sho'rva tarkibida qanaqa ziravorlar qo'shadigan bo'lsak, shu suvimizni ichiga ham shulardan solib yuboramiz. Lavr yaprog'i, rolton ziravor, universal ziravorlar, maxsus o'sha sho'rva uchun galina blankalar bor. Shulardan ham solib yuborishingiz mumkin. Tuz solasiz tabingizga qarab. Shunda sho'rvada shu ziravorlarning ta'mi tuz sabzavotlarga singib o'tadi. Oddiy suvda qaynatilgan sabzavotli alive salatdan ko'ra shunaqa sun'iy sho'rvada qaynagan alive salat mazali bo'ladi.